Bir yili Qo'yliq bozorga tushdim. Aylanib yursam, bir hafta 10 kun bor, men bilgan to'q odam, o'ta to'q odam, do'konlari, mashinalari, uylari shunaqangi men bilaman hammasini. Yaxshi bo'ldi qora aka, sizni ko'rib qolganim deydi. Yuring bu yoqqa, bitta maslahatingiz bor deydi. Ha, nima desam, bitta kichkina qo'zini ko'rsatyapti, bakalashkadaymi bo'yi, men shuni olsam maylimi deydi. Ha, oling dedim, ana usini oling, mana usini oling, sharoitingiz bor. Uyga tashab qo'ysangiz, po'choqlari yeb katta bo'laveradi, kerak paytda so'yib, manza qilib bolalar bilan yevrasam, qurbonlik qilmoqchi edim deydi. Nima dedim? Qurbonlik qilmoqchi edim deydi. U qo'zi bechora Surxondaryodan peshkom kelgan, zo'rg'a turibdi. Aytdim, qurbonlikqami bu dedim. A Pilsirotda siz buni ko'tarib o'tasizmi, sizni bu ko'tarib o'tadimi dedim. Voy pastga, shuncha uyalib ketdim, o'zim uyalib ketdim. Va shunchalik ham ziqna bo'ladimi? Shunchalik ham baxil bo'ladimi? Shunchalik mayli qurbonlikni so'y, hech kimga tarqatmagan taqdirda bola chaqangdan yesang ham so'y deyapti. U berma hech kimga, qo'shniga, yetim yesirga berma. O'zing so'yib bola chaqangdan yesang ham mayli, lekin so'y deyapti. Yigitlar bor. Alloh rozi bo'lsin. Bu qanaqa bir tonnalik bo'qalarni so'yibdi. Qarang, 1 tonnalik bo'qani so'yib tarqatib 1 kilo o'ziga olayotgani yo'q. 1 kilo o'ziga hammasini tarqatadi. Hammasini ihson qiladi, hammasini. Alloh rozi bo'lsin shunaqa yigitlardan. Men bir yetimxonaga bordim. Qurbonlikning ertasi kuni. Qarang, yetimxonaga 72 ta qo'y osib qo'yibdi. Bitta yetimxonaga 72 ta, bitta qo'li yo soni olinmagan butun qo'y osib qo'yibdi. Kim qilgan? Mana shuni bizarri saxovat pesha yigitlar qilgan mana shuni. Shuni qilyapti, shular yesin, mana shular xursand bo'lsin. Lekin Rasululloh bilan qo'shni bo'lish niyati bor ularning. Allohning rozichiligi kerak ularga. Mayli dunyo topyapti, lekin qilayotganlar bor. Endi shuncha dunyo topib bitta kichkina qo'zini nima deb olib borasan Allohga? Sani qudang balnisada yotgan bo'lsa, yo sanatoriyada yotgan bo'lsa, so'ligan, chirigan narsa olib bormaysan-ku bandaga. Bir odam oldiga chirigan, qotgan non olib bormaysan-ku, eng zo'rini olib borasan. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb olib boryapsan-ku. Xudang to'y qilsa, shu qizingni hurmatidan bor bugun tug'ilgan chaqaloqqa hamma narsani qilib boryapsan-ku. Nega sen uni o'ylamayapsan? Endi Allohga keladigan paytda sen ziqnalik qilib bitta zo'rg'a turgan 15 kilo, 10 kilolik qo'zini so'yasan? Yo Xudo ahmoqmi, qabul qilaveraman deganmi? Bundaqa behimmat bo'lish kerak emas. Odamda saxovat bo'lish kerak. Alloh taolo saxiydir, saxiy bandalarni do'st tutadi deydi.